Bugungi mavzumuz geometrik progressiya, aytisi 2 kitobidan. Qaranglar, bu mavzu kechagi darsda biz arifmetni ko'rib chiqdik. Arifmetni yaxshi tushungan odam geometrik progressiyada ham uncha qiynalmaydi. Ya'ni endi bunda kechagi darsda biz arifmetrik progressiyani ayni bir songa farq qilgan o'rgangan bo'lsak, bugungi darsimizda ayni bir songa yig'inda qo'shib ketganda bunda endi ko'paytma hosil bo'ladi. Ya'ni ko'paytirish orqali hosil qilinadi. Birinchisi 1 bo'ladigan bo'lsa, 2 ni ko'paytirish orqali hosil qiladi. Misol uchun, xohlasak 10 ni ko'rib, farqi yo'q bu farq. Biz hozir ixchamroq bo'lgani uchun 2 ni ko'paytirib hosil qilamiz. Ya'ni 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, hokazo. Tushunarli? Ana endi buni hadlarini kechagi darsda biz arifmetik progressiyada A1, A2, A3 deb bog'lagan bo'lsak, yozgan bo'lsak, bunisini endi B1, B2, B3 deb yozdik mana. Xo'sh, B1larni belgilaymiz endi. Qaranglar, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, misol uchun. Bundan keyingisi 207 ga olib bo'ladi. B9 oxirgi so'radi. Oxirgi so'rada bayin bo'ladi. Ha, bayin agar nechinchi har desa bayin bo'ladi. Endi bunda kechagida biz orasida farqni ayirma deb atadik. Endi bunda mahraj deb ataladi. Mahraj qu harfi bilan belgilanadi. Bu mahraj degani. Mahraj. Endi mahraj qanday topamiz degan savol. Kechagi darsda ayirib topgandik. Bunisini bo'lib topamiz. Ya'ni B2 ni B1 ga bo'lsa uch bo'ladi. Tushundingmi? Mahraj deyiladi-da, bo'lganingiz shu. Ana endi qarang. B3 ni B2 ga bo'lsa ham uch mahraj chiqadi. Bundan endi umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, qaranglar. B endi B n-1 ga bo'lsa endi kechagi darsda D'ni xohlagan hadi bilan bog'lasak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Mana qaranglar, xohlasangiz mana B4 ni B2 ga bo'linglar-da. Faqat q'ning nimasi? Kvadrat. Ha, bu ayirganda 2 da bo'lsa buni kvadrat. Ha, xuddi shunday. Endi daraja. Unisida 2 deydi, endi bunda daraja, ya'ni darajaga qo'shiladi. Misol uchun mana qaranglar. B4 8 ku 8 ni bo'lyapmiz, B2 4 ga bo'lyapmiz. 4 chiqadi. Q'miz 2 edi-ku. O'sha q'ning kvadrati 4 da. Shu 16. Ha? Yo'q, 16 bo'lmaydi, 4 bo'ladi o'zi. Mana qarang, kvadrat bo'lyapti. B8 ni bo'linglar-da B3 ga. Q'ning 5-darajasi. Mana, buni bunga bo'lsak, mana indeksdan ayiringlar. 5-darajaga olib chiqib ketamiz. Tushunarli? Mana haqiqatan ham ko'ringlar. B8 128 ku. O'shani B3 ga bo'laydi, ya'ni 4 ga bo'linglar, 32 chiqadi. 32 q'ni, ya'ni 2 ni 5-si. Tushunarli? Orcha narsa yo'q bu yerda. Xohlaganda bo'lib ketsalar bo'laydi. Ana endi B8 ni endi mana shu teskarisi degan bo'ladi. Mana B1 dan borardik, kecha A1 dan bordik mehmonga, to'g'rimi? Nima qilamiz endi? B1 dan bormoqchiman. Q'ni endi darajaga yoziladi o'sha endi. Tushunarli? Ya'ni mana bundan buni ayirib peshonasiga yozasan. Oldiga ko'paymaydi. Chunki yig'inda orqali emas, bu ko'paytma orqali hozirlanadi. Tushunarli? Men misol uchun B9 ni hozir qilmoqchi bo'lsalaring, B1 bilan bog'lamasang, q'ning 8 yoki B3 ni B1 bilan bog'lamasang, q'ni ko'radi. Mana buni qarab ko'paytirib qo'yganimizdan teng. Shundan misol uchun B n'inchi hadini xohlagan bitta B1-chi hadi bo'yicha bog'lamoqchi bo'lsam, mana bundan bo'yadi peshonaga, bundan ham peshonaga, bundan darajasiga. Endi bu ham darajasiga n-1 yozsam xolos. Endi yana bundan ham Tushunarli? Bo'ldi, formula shu birinchisi. Ikkinchi formula. Endi ixtiyoriy uchun ham o'rinlisi bor buni ham. Kechagida arifmetik progressiyada ham ixtiyoriysi bo'lgan kabi, bunda ham ixtiyoriysi bor. Ya'ni misol uchun B8 ni mana B3 dan bormoqchiman. Mana uni teskarisiga bo'ladi. Buni qo'yib qo'ying, shu formula yasaladi. B3 ga q'ning ko'paytirasan, yetib boradi. Mana B3 da turibsan, q'ni 5 ta ko'paytirsan, qayerga yetib borasan?
B8 ga ko'rasan. Tushunarli? Xo'sh, mana misol uchun B9 dan B4 dan bormoqchi. Nima? 5. Nima? Tushundingmi? B6 dan B2 dan bormoqchi. 4. Bo'lib 4-inchi. Demak, umumiy formula yasaydigan bo'lsak, istalgan B eningisini xohlagan B kayinchadiga bog'lamoqchi bo'lsam, shundan bormoqchi bo'lsam, bu yoqqa darajada mana n-k ni ko'zdan kechagi xuddi ikkinchi. Xuddi shu bo'yicha faqat ko'paytma orqali ishlaymiz. Shularmi? Mana bunda universali mana bu. Mana nima uchun universal? B ga k ga 1 qo'ygan, k ga 1 qo'ysang mana bu hosil bo'ladi. B1 ga n-k bo'ladi. Ha? Xohlagan hadingni bo'lib tepasidan bo'ladi. Yozuvinglar eng xossasi ko'taradi. Xo'sh, endi qaranglar, xossasi ko'rib chiqamiz. Xossasida nima bo'ladi? Xossasida progressiv o'ziga kecha ham arxiv regressiyada men yozdik, to'g'rimi? Bunday xuddi shuni yozsak bo'ladi. Qarang. Faqat endi ko'paytmoqda. B1 ga B9 ko'paytirsalaring, son sifatida necha bo'ladi? 256. 256. To'g'rimi? Qaranglar. B2 ga B8 ko'paytirdingmi? 256. 4 2 ga 1 yozasiz. Yana B4 ga B6 ni B3 ga B5 deb yo'q. 7. 7 ni ko'paytirsak ham qaranglar. B3 ga B5. 256. Yana B4 ga B6 ni ko'paytirsak ham shu. B5 ga B5 ko'paytirsak ham shu. Natija nima chiqadi natija? Bundan xulosa qaranglar. Bn yuz. Indekslarni qo'shsang teng chiqadi. 1 ga 9 qo'shsang 10, 2 ga 8 qo'shsang 10, 3 ga 7 qo'shsang 10, 4 ga 6 qo'shsang 10, 5 ga 5 qo'shsang 10 bo'lar ekan. Demak, bundan xulosa qachon teng bo'ladi? L bilan K, N bilan M yig'indisi. Ko'paytmas emasmi? Yig'indisi mana bular. Indekslarni yig'indisi. Tushundingmi? Mana indekslar yig'indisi teng bo'lsa, ular ko'paytmas teng bo'ladi. Tushunarli? Men sizga savol beradi. B3 ga B5 ko'paytmasi 100 ga teng. Shunga B4 nimaga teng savol beradi? Tak 50 ga. Ustoz qarang. Yo'q. 2 B4 teng 100 bo'lyapti. 2 B4 bo'lmaydi. Mana 2 B4 bo'lmaydi. Mana 2 B5 mi bu? B5 ga B5 ko'paytirsan 2 B5 bo'ladi, to'g'rimi? 10 ming. Necha? Yo'q. Qarang, sabr qiling. 10 ming. B5 ga B5 ko'paytirsang nima bo'ladi? Kvadrat bo'ladi. B5 kvadrat bo'ladimi? Nima debdi? 10 ming. Mana bu narsa B3 bilan B5 ko'paytmasi B4 kvadrat deymiz. Bu necha edi? 100 ni qo'ysang 1000 chiqadi. 10 mi? Ha? Tushundingmi? Bunaqasi hisoblayapti. Teskari qilsami, o'zi naborot ko'rib ko'taradi. Tushunarli? Bu ildiz olish kerak. Tushunarli? Mana yoki xuddi shu narsa 100 bo'lsa, xo'sh, B1 bilan B7 ni ko'paytmasini aytingsa, 100. 100 deb aytamiz. Chunki bu promoy qo'shganing teng bo'lyapti-da. Demak, bu 100 deb aytib ketaveradi. Ikki holatda ber ekan. O'rtada hadi bo'lsa bir xil kvadrat shu. Kechagisida 2 A1 deb olamdan, 2 A3 deb olamdan, to'g'rimi? Bunisida endi kvadrat bo'ladi o'sha narsa, kvadrat. Tushunarli? Xo'sh, bunisi ildizi chiqmasa ildizi osib ketsak bo'ladi. ha, ildiz osib ketsa. Mana misol uchun, mana ildizda chiqmagan son bo'lgan deydi, 120 bo'lgan deydi, ildiz osida 120 bo'ladi. Mana formula shundan. Tushunarli? Ha. Tushunasiga bo'ladi shu. Tushunarlimi? Qiyin emasmi? Bu xossasimi? Xossa qanday keldi? Ko'zimiz yasab mana chiqardik. Shuni bir har doim o'rinli narsani shunaqa hozir qoida qilib qo'ydik, xolos, boshqa narsa yo'q bu yerda. Osmondan tushib qolgan emas bu. Tushunarli? Xo'sh, ana endi yig'indisi. Buning ichida birdan yig'indisi ham bor. Xo'sh, adin o'tmaymiz. Yig'indisining formulasi qaranglar, qanaqa bo'ladi? B1 minus Q Yig'indisi. Yig'indisi bitta formula bor. Bu yerda ham kechagi ishlaydi, qaranglar. S3 degani nima degani edi?
B1 plus B2. Endi B'da bu, to'g'rimi? B2 plus B3 degani, to'g'rimi? Ha, albatta yig'indiki bu. Arifmetikda. Shu hadlarni yig'indisi, faqat bu karraga katta bo'ladi, ikkinchisidan karraga. Tushunyapsizmi? Bu 3 bo'lsa, keyin 3 karra bo'lsa, o'sha 9 yozasiz. Ha, yig'indi o'zgarishsiz. Ha, S4 degani nima degani? B1 B2 B3 Agar S4da S3 ayirib bersa nima bo'ladi? Ha, hali ham formula ishlaydi kecha o'rgangan. Arbitda ishlatgan formulamiz hali ham ishlaykan, faqat B'lik bo'yicha. Dialektikda endi Ha. bo'linma qilamiz. Bo'linma bo'lmaydi, baribir ayirma bo'laveradi ayirgan. Tushundingmi? Mana S7dan S6 ayirsak nima bo'lar ekan? B7 qoladi. Tushunarlimi? S7dan S5 ayirsak nima bo'ladi? B6 plus B7. B6 plus B7. Mana shu narsalar hali ham kerak bizga. Tushunarli? Bundan tashqari mana bu ham bor endi. Sn yig'indi. Teng B1 ko'paygan quni n minus birinchisi ayrilgan 1 quni n'inchisi ayrilgan 1 taqsim q minus 1. Bu formula kecha ishlatdik, Sn formula, to'g'rimi? Bu tegimas bilanmi? Ha, bu deganimiz birga. Chunki mahraj bo'lib qoladi-da. Bu formula bizga yig'inni misolda beradi. Misol uchun mana shu berilgan, mana shu xat. O'shandan tasavvur qilinglar, S7 ni topib berdi. Nima qilasizlar? S7 ni topib berdigan bo'lsa sizlarga B1 bor. B1 nima ayting? 1. Quni Ne 7 edi? Quni 7 esa-chi? Qumuz 2 midi? 2 ni 7-chi bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 minus 1. Hisoblayingchi? 128, 127 bu 1 bo'ladi. O'zlang 127 bo'ladi. Tushunarli? Qiyin emasmi? Savol bormi bo'yicha? Ana endi yozinglar, cheksiga bo'yicha o'rganamiz. Cheksiga bo'yicha geometrik progressiya ham bor bizda. Ana endi qaranglar, cheksiga bo'yicha geometrik progressiyani o'rganamiz. Cheksiga bo'yicha progressiya bilan oddiy progressiya nima farqi bor? Qaranglar. Cheksiga bo'yicha progressiyaning birinchi o'rinda Q, ya'ni mahraj bor-ku, moduli birdan kichkina bo'lishi kerak. Bu degani nima degani? Birdan kichkina bo'lishi kerak moduli. Modul bilan chegaralangan bo'lsa manfiy chiqadimi? Yo'q. Manfiy bu qaranglar. Moduli minus 1 taqsim 2. Mana shu narsani qo'yginda modulni. Moduli 1 taqsim 2 shu shart qaror qiladi. Demak, minus 1 taqsim 2 bo'lsa bo'lagan-da. Tushunyapsizlar? Yoki 1 taqsim 3. Mana shunaqa had bo'lishi mumkin. 1 taqsim 3 birda kichkinami? Va uning hadlari cheksiz bo'lishi kerak. O'zi tili bilan aytyapman. Cheksiz kamayuvchi geometrik. Tushunarli? Cheksiz kamayib ketish kerak bu. Tushunarli? Mana misol uchun cheksiz kamayuvchi progressiyaga misol bo'ladi, misol beradi. 64 32 yana 16 8 16. Mana cheksiz kamayuvchi misol bo'ladi desa? Ha, bo'ladi. Nima uchun? Qu nimaga degan qu? 2 ga? Aldama. 1 taqsim 2 ga teng. To'g'rimi? 1 taqsim ko'payib ketaveradi. Qarang. 64 1 taqsim 2 ga o'tib, 32 1 taqsim 2 ga ketaveradi. Hadlari ham nechta? Cheksiz ta. Tushunarli? Mana. Demak, bu cheksiz kamayuvchiga misol bo'la oladi. Tushunarli? Endi xo'sh. 64 birinchi hali 128 256 shu bo'ladimi? Bo'lmaydi. Hali cheksda Kamay hali cheksda-ku. Ha? Qaranglar 2 ga ko'payyapti. Bu cheks kamayuvchi geometrik progressiya bo'la olmaydi. Tushundingmi? Endi qaranglar, cheks bo'lish uchun nima bo'lish kerak ekan? Moduli, q'ning moduli birdan kichkina bo'lishi shart. Tushunarli? Va xo'sh, ishora almashinuv uchun bo'lishi mumkin. Qaranglar mana. 64 minus 32 16 minus 8 oldi. Mana bo'ladimi? 1 taqsim 2 bo'ladi. Ha, bu nima bu yerda? Minus 1 taqsim bo'la oladi, bemalol. Tushunarli? Demak, bu ham cheks kamayuvchi bo'lishi mumkin ekan. Endi qaranglar, cheks kamayuvchi bitta formula bor. U formula ham qayerdan kelgan? Sn yig'inining formulasi bilan yozdik. Nima edi? B1 ko'paygan q minuslar q'ning n minus birinchisi taqsim q minus 1. To'g'rimi? Qaranglar.
Mana shu formuladan yasalgan aslida bu formula. Endi sizlarga ozgina cheksizlik degan narsani tushuntirib beraman. Qarang. Hozir quvimiz 0 bir oralig'idagi bironta sonni. Endi sizlarga savol. Qaynashingizda turibdi. To'g'rimi? Hozir men bu yerda cheks kamayuvchida hadlar nechta bo'ladi? Enta bo'ladi. Enta bo'lmaydi. Cheksizda. Mana shuncha bo'ladi. To'g'rimi? Endi sizlarga savol. Cheksda hadi bo'lsa, endi cheksda hadi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda quvimiz qaysi oralikda edi? 0 bir oralikda, to'g'rimi? 0 bir oralikdagi sonlarni xohlaganini olaylik mana. 1/3 0 bir oralikdan. Shu oralikdagi sonni tasavvur qiling-da. Kvadratni nima bo'ladi kvadrat? 1/9. Kubichi. 1/20. 1/4-chi. 1/80. Ketaverammi? Bu yerda nechta daraja turibdi? Cheksiz. Cheksizda daraja. Qaranglar, mana bu kattami, mana bu kattami. Qaysi biri katta? Tepida katta, to'g'rimi? Bu cheksizning kamayyaptidan qaranglar, bu to'xtamasa hadlar. Juda ham ko'pmi? Cheksizda hadi bo'lsa, 1/3 cheksizda hadi qayerga qarab yaqinlashadi, qarang. Hisob qiling. Mana bu yerda 1/9 turibdi. Undan keyin 1/20. 1/20 chapga qarab ketaveradimi? Manfiga. Manfiga ketadi. Yo'q. Manfi emas-ki bizada. Manfidan o'tib ketib qoladi. 80. Nechiga yaqinlashadi? 81 bo'lsa. Hozir qayerga bor bu yerda? Bu yerda nima bor? Cheksiz. 0 bor emasmi? Yo'q. Qaranglar, bir bu yoqda turibdilar. Bu bo'linib kelaversa, cheks. Buni cheksda hadi bo'lgandan keyin bu bo'linib kelaversa qayerga yaqinlashib ketib qoladi? 0 ga yaqinlashib ketadi. Lekin aşağı. Cheksiz yaqinlashaveradi, cheks turibdi hali, yaqinlashaveradi. Mana menga 1/2 cheksizda tursa, 0 ga yaqinlashdi deb olib ketiladi shu. Tushunarli? Demak, mana shu 0 ga yaqinlashsa, mana shuni o'zini olib ketadi. 0 ga ketadimi? Bu bo'lgandan keyin 1/2 faloncha turgandan keyin 0 bo'lardan so'ng cheksiz ketgandan keyin 0 ga yaqinlashdi deb tasavvur qilamizmi? Shuni 0 deb olib ketsang, nima hosil bo'ladi? Cheksiz kamayish bu progressiya, bu -1 ta'sir qiladi-da, bunga ta'sir qilaveradi -1. Pastga. Jonlash bo'ladimi? Shunda nima bo'ladi? B1 ta'sir 1 - q degan bizani cheksiz kamayishga progressiyaning formulasi. Uni bir dona nimasi bor? Formulasi, yig'imni hisoblagan formulasi bor. Sizga savol mana 64, 32, 16 ga ketyapti. Mana cheksiz kamayishga progressiya yig'imini hisobla desa, sen mana formula qo'yib yurmaysan. Mana qo'yib ketasan. Demak, S teng B1 nima teng? 1 - q nima teng? Javob de-chi. Qaydan oldin? Birdan 1/2 kelsa, 1/2 Sen teskari aylansa, bu ketadi. Bunga qo'ysang, hali nechta deb savol bersan, aytsa, cheksizda desammi? Baribir cheksiz bo'lganda 0 ga yaqinlashib ketadi, to'g'ri? Tushunarlimi? Lekin ana 0 bo'lmaydi. 0 bo'ladi, cheksizda hadi bor beradi. Cheksiz yaqinlashadi, o'shaning uchun 0 deb olib ketiladi. Tushunarlimi? Yaqin. Ketaveradi, yo'q, juda ham yaqinlashadi. Taxminan 0 bo'ladi. 0 shuni olasan, 0 deb tasavvur qilasizlar, shuning uchun mana formula yasab ketadi. Tushunarli? Intilganda 0 ga ketadi. Aslida limit tushunchasi bor. Tushunarli? Limitlar hozirda o'tmagan. Xo'sh, tushunarlimi? Qiyin emas-a? Mana progressiyani yig'imsiz olib berilgan. Mana. 64 B1 128 ta'sir. 1 minus 128 ta'sir. minus 1/2 hisoblashlaydi. Plus ketadi, teskari aylanib 128 ta'sir 3 bo'ladi. Tushunarli? Ana shuni hisob ketaveramiz. Ana endi misolda davom etamiz. Tushunarlimi nazariy? Yozib oling. Qaranglar, misollarda davom etaveramiz. Birinchisida qaranglar, B1 berilgan, Q berilgan, B5 topyapmiz. B5 ni qanday topamiz? B5 ni B1 ko'paygan Qni 4 istiqoson bo'ladi. B1 o'rniga nima qo'yamiz? Qni 4 ya'ni 2 ni 4 nechi bo'ladi? 16. O'zi yo'q bo'ladi. O'shanisiz ikkinchi misol. Tushunarli? Ikkinchi misol. 5-misolga qaraymiz, qaranglar. B1 berilgan, Q berilgan, B4 so'rayapmiz. Qaranglar, B1da B4 ni nima deb yozish mumkin? B1 ko'paygan. B1 o'rniga 12, Qni o'rniga 1/2 ning kubi. 12 ko'paygan 1/8. Javob 12/8. Qisqartirib qo'yamiz. 4/8.
To'rtga ketyapti. 3tasi 2 bo'ladi. 1,5. Tushunarlimi? Uni Ayni 4-chi chiqaramiz. endi bizdan nima so'ragan? Bu? Bo'ldi, o'zi shuni so'ragan. Endi bu 10. B7 dan so'rayapti, qaranglar. B3 men, B3 mayda deyman. B3 deganimiz degani? B1 ko'paygan. A B3 dan degani nima qo'yaveraman? 3tasi 8 teng. B1 dan o'rniga qidiryapmiz biz. Quni o'rniga 4 yozamiz. 4 yozaman. Bo'laversak nima chiqadi? B1'imiz. 3 taqsim 2. Yo'q, 2 taqsim 32 chiqadi. Bir. B1'imiz. Üçte o'zini qo'ymasak bo'lmaymi o'shanga? B1'imiz. Tushunarlimi shunga? Achchiqsiz. Endi mana uni o'zi B3 orqali yozilgan bo'ladi. Mana qarang, buni yozilgan bo'laydi. B7 ni nima dersam bo'ladi? B3 ko'paygan quni 4-chi, ya'ni qunimiz borki, to'g'rimi? 2 4-chi necha bo'ladi? 16. Endi mana B3 o'rniga nima qo'yish mumkin? 5 taqsim. Ha, maqsad hisoblasak osonroq bo'laydi. B7 bo'lsa 3 taqsim 8 ko'paygan 16. Hisoblasak Bu 6. qisqaradi 6 bo'laydi. Tushunarli? Xo'sh, 15 qaranglar. 15 da mana B10 bor, bu B7 bor, quni so'rayapti. Qaranglar. Ayyoramiz. Bo'laveradi. Bo'laveradi. B7 ga nisbatan quni kubi degani emasmi? Ha, buni ham minus 2 taqsim 3 deb bo'lyapmiz, minus 18 ga. 18. Shu bo'layapti. Plusdan bo'ladi. Plusga qilaman. 2 taqsim 24 bo'ladi. Qisqartirib qo'ysangiz? 27. Bir taqsim O'sha narsa quni kubiga teng-ku. Bitta 3-chi yozalaring, qumimiz bir taqsim 3ga teng. 3 deb bo'ladi. Shunaqa. Bunda endi mana bu ham shunaqa quni so'rayapti. Bo'lamiz ana. B7 ni bunga bo'lsam, quni kvadrat. A 32 ni bunga bo'lsam 64 mi? 6. 8. 8 ni olib ketaman. Tushunarlimi? Plus minus bo'lsa haddari almashish kerak-da. Tushundingmi? Endi mana buni qaranglar. Xossasi bor bizda, to'g'rimi? A B 12 ni so'rayapti, qaranglar. Bizda ko'paytirib berilgan. Hay, plus minus yozib qo'ying. Nima bo'ladi? B8 B6 40 ga tengyapti. A B12 8 ga beryapti. A bizga B2 ni so'rayapti. Hali ikkovini bir-biriga ko'paytirib qo'yganimiz 40 ga teng bo'ladi, 5 chiqadi B2. Qaysi ikkini ko'paytirgan? B12 ga B2 Ko'paytirganing bu bitta. Qo'shgani Qo'shgani shu narsa edi. Mana B12 ni nimasi degani mana narsa? Xo'saga ko'ra tamam 14 bo'ladi. 14 to'g'ri yozdimmi o'zi? Necha edi bu? 25 midi? To'g'ri ekan. Bo'ldi, buni nima qilmaymiz? Qaranglar. Ko'paytirib qo'ydik. B12 ga B2 ni o'rtaga 8 qo'yamiz. Mana nima deysimiz mumkin? B1 kara quni 7-chisi. bunisi-chi? B1 kara. B1 kara 15-chisi. 15-chisi. Shu teng. Ha, bunisini nima deyman? B1 kara quni 11-chisi. Shu teng nimaga? 8 ga. Bir-biriga bo'lib oringlar. Ha, bu quni nechinchisi bo'ladi? Bu o'zi Quni nechinchisi? 12. 12 dan bir kelsa quni o'zi qoladi, to'g'rimi? Bu eko B1 dan bittasi ketadi. Bu yerda B1 turibdi, ko'paygan. Tepadan qarayapti, to'g'rimi? Teng 5 mi? Endi B2 nima teng? O'zim uni yig'ishtirib olsam beradi. B2. B1 ga qu ko'paysa-chi, B2 ga ketadi. Shu teng nechiga? 5 ga. Bo'ldi, javob. Tushundingmi? 28 yuzdan qaranglar. Biz mana ikkalasidan foydalanamiz. Yo'q, birdan cho'ri qo'shib yoki mana bu narsa qaranglar. Mana bu narsa nima beradi yig'indisi? B12 ni beraman. Qaranglar, B6 da bo'ladi. Hammasi qo'shib olsangiz bo'ladi. 8-sini kubi. Shunday. Buni 8-sini kubi deb olsangiz bo'ladi, qo'shsak. Tushundingmi? Qaranglar, shunaqa deyishimiz mumkin. Mana shu narsamiz -8 ku, bitta kubini olsangiz B8 necha teng bo'ladi? -2. -2 ga. Shuni so'ragan o'zimizdan. Bu nimaga shunaqa deb olyapmiz degan savolga javob berib ketamiz. Qaranglar. Mana bitta hosil o'ylab 1 2 4 8 16 32 ha? Yanachi 64 128 vaqt ketsin.
Tasavvur qilgan mana B4, B2, B6 berilsin. Yani. Bana endi sizlar qo'shinglar. 12 bo'ladi. Bu yerda esa xat bor. 3 ta. To'g'rimi? 3 ga bo'lsa necha bo'ladi? 4 mi? Ana shu mana shu narsa B4 ning kubiga teng. Nimaga desa 3 talik xat bo'lgan. Nima uchun shu narsani o'rnida isbotlab ketamiz? Qaranglar. B4 to'g'ri nima bo'ladi? 8. B2 to'g'ri nima bo'ladi? 2. B6 o'rniga 1 2 3 4 5 6. 32. Ko'paytirib qo'yinglar. 512 chiqadi. Mana. Bu tomoni mana o'rtadagi xat. Ya'ni mana bunga to'g'ri keladimi? B4 ga to'g'ri keladi-da. Hammasi bo'lsa 12, shu bo'lsa 4. O'sha narsa 4-xatining kubiga teng, ya'ni 8 ning kubi. Bu ham 512 teng degan. Bundan xulosa mana shunday holatlar berilsa, shuni foydalanib ketsalaring bo'ladi. Tushunarli? Xo'sh, bundan keyin yana 30-misolda ham nima deyish mumkin? 30-misolda qarang. B2, B10, B15. Shunday -343 kerak, to'g'rimi? Qaranglar, hammasi indeksdan qo'shsalar necha bo'ladi? 27 da 23 ga bo'lasizlar. B9 degani, o'sha B9 ning nimasi deb hisoblanadi? Kubi -343. O'zida B9 so'ragan bo'lsa kerak. B9 so'ragan. B9imiz teng -7 deb ko'tarasizlar. Tushunarli? Xo'sh, ana endi 34-misol. 34. Geometrik progression 3 va 7 xatlari, ya'ni 3-chi B3 teng 3 ga, B7 teng bo'lsa, uni 5-xatni toping. B5 so'rayapti. Qaranglar, bunda ham xos so'ragan, to'g'rimi? B3 ga B7 ni ko'paytmasi B5 ning kvadrat degan emasmi? To'g'rimi? Buni o'rniga qo'ysan, ikkalasini ko'paytirsan necha bo'ladi? 80 bo'lsa B5 ning nimasi? Kvadrat. B5 degani nima degani? 9 degani. Plus minus 9 yozilgan bo'ladi. Boya plus minus 9 yozilgan edi. Tushunarli? Xo'sh, 38 qaranglar. 38 nima berilgan? X minus 4, x minus 1, x plus 4. Mana shu progressiyaning ketma-ket hallari bo'lsa, x ni ham toping. Kechagi darsda ham arifmetik progressiya tushungan misollar bor edi, sizlarmi? Ketma-ket hallari bo'lsa, d ni toping, deb savol beradi yoki birinchi xatni toping. Bunda ham x toping debdi. Qaranglar, tasavvur qilinglar. Mana B1 bo'lsin, bu B2 bo'lsin, ketma-ket bo'lsin, bu B3 bo'lsin. Shunday holat bo'lsa, qarab B2 ni B1 ga bo'lgan eman bera. Buni beram. B3 ni B2 ga bo'lgan. Bu ham qo'lga beramiz. Shuni bo'lamada bir-biri tenglab ketadi. Tushundingmi? Ya'ni buni bunga bo'lganim x minus 4, to'g'rimi? O'sha narsa teng x plus 4 tansin x minus 1 ga. Tushunarli? Mana. Xossaga qo'ysam shu narsani beraveradi. Qaranglar, xossa nima edi? Mana B1 ga B3 ni ko'paytirganim B2 ning nimasiga? Kvadratga. Hozir qaranglar, proporsiya ko'paytirish narsani berib qo'yadi. Buni ko'paytirsang x kvadrat minus 2x plus 1. Bu tomonni ko'paytiradi. X kvadrat minus 16. Qaranglar. Minus bo'ladi. Nega minus-ku bu? Ikkalasi minus-ku. Shunda x minus 1 qancha kvadrat bo'ladi? Chiqarsa minus bo'ladi. Bo'ldi. Endi qarang. Mana xossaga qo'ysang shu narsa chiqadi, qaranglar. Xossaga qo'ysang B1 kim? B1. Mana. B3 kim? Ikkoni ko'paytmasi mana deb beradi, qaranglar. Keyin o'rtadagi 2 kvadrati. Ya'ni mana bo'ladi. Xossaga qo'ysa ham, xudo foydalansa ham bo'laveradi. Tushunarli? Ikkalasi bir narsa. Shunga ko'ra endi hisob qo'yamiz. X kvadrat nima bo'ladi? X kvadrat minus 2x 1 dan o'tsam minus 17 bo'ladimi? Minus 17. Bo'laversa x teng 17 tasli 2 yoki 8 butun 5 deb yozib bo'ladi. Tushunarlimi? Yo'q olamiz. 40-misol qaraymiz. 40-misolda ham xuddi shunday. Hozirgidek xostadan foydalansak ham bo'ladi. Ya'ni 1ni 3 ko'paygan ildiz osti 3 plus 4 bilan ko'paytmasi, ikkinchisini nimasiga teng? Kvadrat. X ga teng. Shunday. Shundan endi x topib qo'ysak bo'ladi. Ketma-ket hallari degani uchun shundan foydalanamiz.
Tushunarli? Birda ko'paytirgan hech narsa o'zgartirmaydi, belgilash olaman. Mana 3 yozib qo'yibman. X bo'ladi. O'zbekiston x t desalari mana t kvadrat. Hammasini tomonga o'tiraman. T kvadrat minus 3t minus 4. Kim o kim? Mayz minus 1 minus. Minus olmayman. Chunki o'zbekiston x da hech qachon bir minus bo'lib teng olmaydi. O'zbekiston x kimga teng emas? Tushunarli? Ha. Tengmasa? Xo'sh, ana endi mana 42 ga 43 farqi yo'q. 44 45 o'xshash bo'ladi. 43. 43 qanday ishlaymiz? 3 bilan 80 orasiga mana 3 soni bilan 81 son orasiga shunday mana ikkita son qo'yildiki, shunday qo'yildiki, natijada bu 4 ta son geometrik progression tashkil qildi. Bu sonlarni toping deyapti. Ha, ikkita son qo'yishimiz kerak ekan. Ha, shunda buni bir qolaman. Buni o'qiladi. Butur o'qiladi. Ha, endi birdan butur bo'lsa, buni topib olamizmi? Buni menga bo'lganim. Buning kubi. Buni menga bo'lganim 27. Buni nima deng bo'ladi? 3. Endi qarang, 3 qo'ydirib ketaman. 3 kir 3. Demak, B2 9 ekanda. Yana 3 qo'ydirsangiz 27. O'sha 9 dan 27 bo'lgan ekan. Bizga nima so'raganmiz, shuni solib ketaverasiz. Qo'sh desa qo'shasan, ayirsa ayirasan. Tushunarli? 46 47 lardan qanaqa misollar boshlanyapti? Qarang. B1 berilgan, 2 ga, Q berilgan, 3 ga, menga S5 hisob berilgan. S5. S5 qanday yozardik? B1 uning 5-si minus 1 taqsim 10 minus 1. Buni bo'lib ketaveramiz. B1 o'rniga 2, Q'ning o'rniga 3 ni 5-si necha? 2 minus 1 taqsim 2. 2 da ketadi, 242 ga javob. Tushunarli? Tengmasa 52-misol. Mana B2 berilgan 3 ga, B5 berilgan 24 ga S4 topib berdi. S4 qanday topamiz? Birinchi mana B1 bilan Q'ni topib olishimiz kerak. Qaranglar, B5 da nima deb hisoblanadi? B5 da. B2 ko'paygan. Qanday ko'pi? Uni ko'pi desa bo'ladimi? Ha, bizda B2 ham bor, B5 ham bor. Bu 24, bu 3. Bu nima ayting? 2 ga. Qaydan oldim? 3 ga bo'lim 8, 8 dan o'zi oldim. 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, Q'ni topib oldim, B1 topib olaman endi. B2 degani, B1 kara Q deganimi? B1 bor, 3. B2. B1 qadar aytdim. Q nima ayting? Bo'lib beraman. B1 3 taqsim 2 yoki 1,5. Bo'ldi, hammasi tayyor. S4 deganimiz degani S4. B1 Q'ning 4-si minus 1 taqsim Q minus 1. O'g'la javobi B1 o'rniga nima qo'yaman? 1,5. Q'ning o'rniga nima qo'yaman? 2 4 16. 16. Ayrilgan 1 taqsim. Xo'sh, 2 ayrilgan 1, shundaymi? Pastda 86. Ha, pastda 1 bo'lib qoladi. Bu yerga 15. 15 kara 15. 22,5. 22,5 deb ketadi. Tushunarlimi? Ellik olti. Qaranglar, bayin berilgan. 2 ko'paygan 3'tü, enisi. Geometrik progression dastlabki 5 ta hadiyamiz, ya'ni S5 so'rayapti. S5 topish formulasini nima edi? S5 B1 S5 degani B1 pastda B1 Q'ni 5 minus 1 taqsim Q minus 1. Bu minus 1. Bizaga qaranglar-da, mana. B1 kerakmi? 1 qo'ymaymiz. 6. Ha? Endi B2 ni Endi qaranglar, Q kerak bizga. Ya'ni 2 ni qo'yib olinglar, 2 ni qo'ysangiz nima bo'ladi? 3 kvadrati 9 kere 2 18. B2 nima edi ekan? 18. Q nima edi endi? Bir-biriga bo'lsalar. 3 ga. 3. O'rndan o'tlashaverasizlar. B1 o'rniga 6, 3 ni 5-si 243 minus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Bu 3 hisoblaymiz. 242 ni 3 ga ko'paytiramiz. Ha, 6, 12 ni
2 bölüdüldü. 6 yetti. Cevap 726. Şunlarla keçani progressiyada o'rgangandik bizga. Bayinchi ayni hadini berardi. Bizga nima kerak bo'lsa o'sha qo'yib oladi. S8 desa 8 hadida birinchi hadni qo'yib topib, o'rnab qo'yib solib ketaveradi. Bu ham xuddi shunaqa. Shunlarla yozib oling. Qaranglar, shu 64 ta mana shu yerni hisoblang debdi. Bu ham uncha qiyin emas. Qara qaranglar. A1 nima? B1 nima ekan? Q nima ekan? Q. Qarang, siz bu 1 0 bo'lyapti, 1 5 bo'lyapti, 1 bo'lyapti. Nega? Shu. Nega? Yo'q, yana qo'shib ketaveryapti. Q nima ekan? Ko'paytmadi. Bu 2 deymiz. Ya. Iye. Hali ko'payib ketyapti mana. Ha. O'ylarni ayryapti. Q'miz 2 ga teng. Bo'ldi, S va shu topishimiz kerak. Sn. Eng qizig'i Sn. Bu yerda n ni topishimiz kerak. N topish qaranglar. Armut progressiyada to'pimiz shuni topib ketaversan. N nechtaligida? Tushunasizlarmi? Yo'q, uni topolmaymiz. Ayin yo'q-ku bu yerda. Bayindan topamiz. Bayin nima ekan? Bayin. 62. B1 ko'paygan. B Uni n minus 1 deyapsizmi? Bayin. Bayin nima ekan? 64. To'g'rimi? B1 nima ekan? 4.5 ko'paygan. Bu nima ekan? Ikkini birinchisi. Endi buni bo'lib olinglar. 4 ga ko'payib ketaylar. 4 ga. Birtasi 4 ku? 2 ga. Ikkini n minus birinchisi. Ikkini 8 ku? Ikkini n minus birinchisi. N minus birinchisi. N teng 9. N teng 9 bo'lar ekan. Ha, bu Demak 9 tane bor ekan. Bu 9 tane bo'lgan bo'lsa S9 ga hisoblash kerak ekan. Nima bo'ladi? B1imiz 4.5 ko'paygan. Q'miz 2ni, ikkinchisi 9 minus 1 taqsim 2 minus 1. hisoblaylik. 2 9 500. 12. 12 dan 1 ketsa 511. 511 ni 4 ga bo'lamiz. Endi 511 taqsim 4 bo'lagan. Shu degan, ana shunda hisoblab ketamiz. Xo'sh, ana endi 65. 65 ham xuddi shunday. Mana 65-misolda ham. B1 bor bizga. B1 nima edi? 8. Q nima edi? Aytinglar. 2. Yana 2 ko'payib ketyapti, qarang. Demak 2 ekan. Bu o'shaning 48 to'g'riladi. Qanday topaman? Yana bayin formasi qo'yamiz. Bayin teng. B1 ko'paygan, Q'ni bayin nima edi? 48. B1 3.8. 2 minus 1. Ko'paygan 2ni n minus birinchisi. Mana bu 3 ga bo'lib 8 ga bo'laveradi. 3 ga bo'lsa 16, 16 kere 8. 2ni 7. 1.8. To'g'rimi? Bu 2ni 7 istagan. Shu teng 2ni n minus birinchisi. N teng 8 ekanda, to'g'rimi? Endi bo'l qo'yib tashlavergan. S8 degani. B1 o'rniga 1dan. 3.8. Buni o'rniga 8. 2 8. minus 1 taqsim 2 minus 1 bo'lsin. Hisoblasang 2ni 8-si 2. 256, 255. 255 3 ga bo'lib 8 ga bo'laman. 255 3 ga bo'lib 765 taqsim 8. bo'lib 12 asrda yozib qo'ysang bo'ladi. Javoblar agar 12 asrda bergan bo'lsa. Tushunarli? Yo'q. 12 asrdan Shundaymi? Demak, shunday bo'lsa shuni yozib qo'ysang ham bo'ladi. Endi variantlar kelib qolsa shu 12 asrda berilishi mumkin, tushunarli? Ana endi 65 bida 69 ga qarang. 69 mahraj, ya'ni quvib berilgan ekan. Men shu taqsim teng bo'lgan keyin progressiya dastlab bitta deganisi, ya'ni S7 degan ekan, min 21 taqsim 5 ga. Bu progressiya 4-hadini, ya'ni B4. Qayerda topamiz? Al S7 ni yo'q bo'laychi. S7 degani nima edi? B1 ko'paygan. Q'miz bor. Bir taqsim minusi bor, ha? Bir taqsim bo'lamsiz. Bir 4 ko'paytirilgan. Yo'q, yo'q. Ko'p S7 da bu. Bayitmas. S6 tak S7 ko'p. Xo'sh. Minus 1 dedi. Ya'ni S7 ni yo'yibman, mana qo'yibman endi. Tavsiyaman. Taqsim minus 1 taqsim 2 ayirgan 1. Tushundingizmi? Yo'q. Mana qarang S7 degani nima? S7. B1
Q'ning 7-si minus 1 taqsim Q minus 1 S7 degani mana shu narsa degani. Ayni B1 bor bizada. B1 yo'q, B1 yo'q. Mana qo'yganimiz yo'q. Xabar. Q'miz bor, buni o'rniga qo'ydim men. Minus 1 taqsim 2. O'sha tengachiga minus 21 taqsim butun shuni bergan bizga. Q bilan bor. Tushunarli? Biz B1 topib oldik, ishi holiga ishimiz qilaveramiz. Mana necha bo'ladi? Bu bir taqsim top daraja 6 ga minus chiqaradi. 1 taqsim 128 minus 1 taqsim B1 ko'payib turibdi bunga. Taqsim mana hisoblasak minus 3 taqsim 2. Hisoblaylik. Ikkoni minus 2 ko'paytirsa plyus bo'lib qoladi. Tushunyapsizlar? Minus 21 Endi qaranglar, buni ko'paytirib qo'shaman. B1 ko'paygan. Minus 129 taqsim 128 taqsim 3 taqsim 2 ni ko'paytirib 2 taqsim 3 minus Qisqaday minuslar ketdi. Ko'paga biz minus tushuntiradi. Yo'natadi. Hisoblayman. 2 ketadi. 64. 3 ketadi. 3 ga. 12 nechida? 42 Hisoblaymiz endi. Mana B1imiz teng. Minus mana men 215 taqsim 10 desam, bo'lingan bo'lib ketish kerak ekan, mana 1 taqsim. Nabarot qilaman. 64 taqsim. Qisqartirmayman endi. Mana 5 tadan bor. Qilichlar ketadi 5 uchda. 5. 2 ga qisqartiramiz. Mana qisqartiramiz. Deb 32 bo'ladi. 32 bo'ladi. 32 bo'ladi. Xo'sh, 32 bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, javob 32. B1 nechi? Minus 32. Endi bizlarga nima kerak? B4 kerak, B4. B4 degani nima degani? B1 karab qo'ning. Kubi. B1 degani, B4 degani, keyin B1 o'rniga nima yozaman? Minus 38. Uni o'rniga Minus 1 taqsim Yo'q. 8. nima qilasizmi? Yo'q. Nega? Mana kubi bor aytmoq. Kubi nechi bo'ladi mana kubi? 8 bo'ladi. 8 32 bo'lsak 4 bo'ladi. Tushundingmi? Savol bormi? Yozinglar. Endi cheksiz kamayuvchi progressiya. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya berilgan. O'sha bizga Q berilgan 1 taqsim 2. B1 berilgan 2. Bizdan S ni so'rayapti, S. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada nima edi? B1 taqsim 1 minus 10. 1 minus qo'y. Juda ham oson. Qo'yib ketaverasizlar. Mana bu o'rniga 2 taqsim 1 taqsim 2. 1 minus 1 taqsim 2. Nima bo'ladi? Javob 4. Yarım shu. Tushunarli? 75. Xo'sh, qarang 75 nima beryapti? Mahraji, yana mahraji Putin 2 taqsim 3. Birinchi hal yana beryapti mana. Shu progressiya qilsa yana o'sha gap. 1 taqsim 1 taqsim 1 minus Q. Bu degani 4 taqsim 1 taqsim 4 taqsim 1 taqsim. Xo'sh. 1 minus Q'midi? Mana. 12. Javob 12 deb ketasiz. Savol bormi? Yo'q. Endi mana o'zlari beryapti buni, qarang. 79. Qarang, 12 taqsim 5 minus 4 taqsim 5 plus 4 taqsim 15 minus 4 taqsim 45. Vaqt. Bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'ladimi degan savol qo'yamiz birinchi o'rinda. Ha. Qanday bilamiz? Minus 1 taqsim 3. Qanday bilamiz? Minus 1 taqsim 3 ga ko'payadi. Bu nima teng? Minus 1 Minus 1 taqsim. taqsim 3. B1 nima teng? B1. B1 12 taqsim 3. Amma shunaqa, to'g'rimi? Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaga misol bo'la oladi. To'g'rimi? Endi formulasini bergani B1 taqsim 1 minus Xo'p, B1 o'rniga 12 taqsim 5. 12 taqsim 5. Buni o'rniga 1 minus bo'lish kerak ekan, minus 1 taqsim 3 ko'p, plus 1 taqsim 3 kerak. 1 taqsim 3. Hisoblasang, 12 taqsim 5 taqsim ko'paytirib 4 taqsim 3 bo'ladi. Bu endi ko'paygan bo'lib turib, 12 taqsim 5 ko'paygan 3 taqsim 4 bo'ladi. Teskari bo'ladi. 9 taqsim 5. Bu 3 bo'ladi. Bu 5. Javob 9 taqsim 5. 9 taqsim 5. 5 deb yozib keta olamiz. Tushunarli? Oson. Xo'sh, aniq ko'rinib turibdi bizga. 82. 82. 82 deb misolda endi chaqda formula bering endi. Bn shu teng 3 ta n plus 1 taqsim 5 ta n bergan ekan.
Chex kema progressiyani yig'indisini topib beringlar deyapti. Chex kema uchun. Bunda ham qaranglar, bizga chex kema uchunligini aytyapti o'zi. Shuning uchun birda bitta qo'yib olamiz. Bir kerak bizga. 3 kilo 9 taqsim 5. Birda qo'yib. birda qo'yapti. Besh. Birda qo'ysang, birga birda qo'ysang nechi? Darajasi bormi? Men tashqari. 5. Taqsim 5 bo'ladi, to'g'rimi? Endi bayitga ham kerak bizga. Nima uchun? Quvni topib olishimiz bayit kerak bizga. Ha. Ikkini qo'yib olamiz endi. 27 taqsim 25. Bir-biriga bo'lamiz endi. Mana 27 taqsim 25 ko'paytiramiz, 5 ga harokat. 5 taqsim 5. Ne qoldi? Necha ko'paygan bunga? 15 taqsim. Bu chex kema bo'lmay qolyapti-ku. Yo'q, bu tepaga o'syapti. 3 taqsim 5 bo'lib qolyapti. Ha, 3 taqsim 5 bo'lyapti. Nega oldin hisoblasak? 3 to'g'ri. 3 taqsim 5 ekan. Kamayapti. Bo'ldi. Bizaga B1 bor. Formula qo'yaveramiz. B1 taqsim 1 minus q. B1 to'g'riga nima zaman? 9 taqsim 5. Mahrajga 1 3 taqsim 5. quvni 3 taqsim 5. 2 taqsim 5 bo'lyapti. 9 taqsim 5 ni ko'paytiramiz, teskari qilib. 5 taqsim 2. uni ko'paytirmaysiz, 2 taqsim 5 bo'ladi. 4 yarim. Demak, javob 4 yarim ketaverasiz. Tushunarlimi? 87. 87 da qaranglar. Mahraji, ya'ni q minus 4 taqsim 5 ga bo'lgan chex kemasiga progressiyaning 4 ta had yig'imiz. Demak, 4-chi. 4-chimi? Ha, hadi. 4-chi had ekana, S4 bo'lsa ekana, A4 ekana. Ha, B4. 4 nimaga? 14 taqsim 25. 25 ga teng. Yig'ini sen toping. Shu progressiya yig'imizni toping, ya'ni A1 topib oling. A1 kerak, B1 kerak bizga, bo'ldi, B1 topsak bo'ldi. B4 degan nima yani? B1 B1 kerak, uning B4 bor, 64 taqsim. B1 ni qidiryapmiz. Buni o'rniga kubini qo'yamiz. Minus 64 taqsim 125. B4 bo'lib teskari ko'paytiramiz. 5 chiqadi. 64 ga degan. Minus 5. minus 15. Xo'sh, minus 5 mi? Ha, B1 teng minus 5. Bo'ldi, o'rniga qo'yaverasizlar. B1 o'rniga minus 5 taqsim 1 minus quni o'rniga minus 4 taqsim 5 ku, minus 4 taqsim 5. 9 taqsim 5 bo'lyapti. 5 25. Minus 5 ko'paytiraman, teskari qilib. 5 taqsim 9, tushunaymi? 25 taqsim 9 minus 9. minus nima yozib qo'ying. Tushunarlimi? Yozib qo'ying. Qaranglar, bu ham hozirgi bir xil. B4 berilgan B4. Nima qilamiz? Ko'p qo'yamiz. B1 ko'paygan quni kubi shu 0.5 ga teng. Buni qo'yamiz. B1 kubi nechi bo'ladi kubi? 58. 2 o'z ostida 2 taqsim 5, to'g'rimi? Ketamiz. 4 bo'ladi. Shuni Mahraj 4. 4 ko'paytirib olamiz. B1 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. 4 qaranglar. 4 tasi nechi bo'ladi 4 tasi? 2 2 taqsim pastda uzoq 2 bu qisqasi uzoq 2 o'z bo'laydi. Tushundingmi? Yo'q. Tushunmadingmi? Yo'q, tushunmadim. Qarang mana bu 1 taqsim 2 deganda bundan 2 deyapti 4. 4 ni 1 taqsim 2 qo'ysangiz nechi bo'ladi? Abi, illyusini bor, bu tushundim. Tushundingmi? Keyin 2 ni uzoq 2 bo'lsa uzoq 2 dan bitta bo'ladi. A endi B1 bor, ku bor, uni qo'yib qo'yasizlar. S teng B1 taqsim 1 minus q. O'zlaring qilib qo'yasizlar. Tushunarli? Oson juda. Xo'sh, endi 95. 95 nima deyapti? Chex kemasiga progressiyaning yig'indisi endi S berilgan, S yig'indi berilgan. Nimaga teng? 243 taqsim 2 ga uning dastlabki 5 ta had yig'indisi, ya'ni S5 berilgan, S5. B1 ko'paygan, quni minus 1 taqsim quni 1. 5 ta'sir desa, mana shu o'zi formulasi qo'yib ketasizlar. Tushunarli? Chekli ta'sirni bersin. 5 ta'sirni chekling 121 ekan, 121. Bo'lsa progressiya mahraj, ya'ni quni toping dedi. Mana shu ikkita sistemada mana bu formulasi nima edi? Buni formulasi. B1 taqsim 1 minus 1 minus q. Shu deymi? Mana shu ikkalasini nima qilamiz? Sistema. ishlab qo'yamiz. Qanday chizik bo'ladi bu? Bo'lib
Bo'lib ekan, quvga bog'lanadi. Bo'lish degan teskari ko'paytirish degan. Qarang, 1 taqsim 1 minus q degan. Ko'paytiramiz bu teskari bo'ladi. 1 minus xo'sh, q minus 1 taqsim 1 kara 15 minus 1. Minus Tushundingmi? ham bor olti. Qaysini? Teskari yozibdi, minus Ha, teskari yozganmiz, ketib yo'q. Endi qaranglar. Mana uni ham bo'lish kerak mana. Buni bunga bo'layapman-ku. Bu tomonni bo'lamiz. 243 ni taqsim 2 ni bo'lamiz, ko'paytiraman 1 taqsim 120. Xo'sh, 11 bo'lar, past 11. qisqartiramiz. Necha qisqaradi? 11 ga siz 11 kara 3 13 Bu nomga ketadi, minus qoladi. Bu birda ketadi. To'g'rimi? Demak, nima qilyapmiz? Minus 1 tepada. Pastda mana shuni 1 minus qoni 5 istesam, qoni 5 istesam minus yo'qoladi. Endi mana hisoblanglar, 11 ga ketkazamizmi? Ketadi. 243 11 ga bo'ling. Ana shu ustoz 3 chiqadi-yu qiz. 13 bo'l ekan. 13. Ha. Bu past 2. No 13 bo'lmaydi. Yo'q. 11 ga bo'lgan. 23 bo'lmaydi. 23 ha. 23 desa bo'ladi. Mana 11 ga bo'lsa ketkazsa bo'lmay qoladi. Yo'q, bo'lmaydi. nega? 23. Bittadan 33, 31 bo'laydi. Bu 21 bo'laydi. 23 qoladi. Ne? Ha, 23 bo'ladi, to'g'ri. 23 mi? 2. Demak, hisoblab oling. Nima bo'lyapmizmi? Ha, 2 o'yin 11 ga. Bo'lmaydi, siz bo'linib ekan. 23 ko'p qoladi. 2 qoldi qolib ketyapti. 23 ko'p qoladi. Buni ichida 11 deb ikkitadan 22, 23 bo'lyapti. Ha, bo'ldi, shuni solib ketaveramiz. Necha qisqarmaydigan bo'lsa. 243 taqsim necha bo'ladi? 240 taqsim 42. 42 bo'ladi. 200. 240. Endi bu qanday ish olamiz? 5-daraja bo'ladi. O'zi Proporsiya qilamizmi? Davay. A bo'ladi ustoz. Proporsiya qilaylik qana? Ha. 243 minus 242. 10. Ha, minus 243 Qo'lni uni 5 darajasi. Shu teng 242. 242. O'zidan ayirib olsak 243 uni 5-si teng 1 ga. 1 ga. O'ziga minus Bo'lib olsak uni 5-si teng 1 tasi 243. 243 bo'ldi shu. Ha. Endi o'zi qo'yamiz 5-chi. Bir taqsim chiqadi. 3 bo'lmaydi 230 200 243 3 5-sida, to'g'rimi? Ha. Demak, bir taqsim 3 bizdan shuni so'ragan. Tushunarmi? Xo'sh, undan keyingilar qaranglar, mana bunday shaklga kelyapmiz endi. 96. Shakllarga qaranglar, nima berilgan? 96 bilan 98. 96 qaranglar. 96 da mana 4 burchak kvadrat beryapti, to'g'rimi? Uning ichidan to'shni yarmidan yana kvadratdan kesyapti. Uni yarmidan yana kvadratdan kesyapti. Uni yarmidan yana kvadratga olib ko'ryapti. Tushunarli? A birinchisi 12 mi? Qarang, ikkinchi tomoni ham kvadrat bo'lganda necha bo'ladi? 12. 100 necha bo'ladi? Birinchi katta kvadrat. 144 bo'ladi. 144. Keyin ana shu yuzlari yig'imsiz so'rayapti sizlardan. Keyingisi mana bu 6 bo'ladimi? Ikkinchisi ham 6 bo'ladi. 36 bo'ladi. Keyingisi 33 9. Bu hokaziga turadi. Ha? X ga mo'sh deb yozib qo'ygan, to'g'rimi? 4 ga bo'linadi. Ha, endi necha bo'lyapti? 1 taqsim 4 ga ko'payyapti-da, bu. Hadi bizada 1 bor, 144. Qateng bir taqsim. U bor, 1 taqsim 4. Yig'inini solib qo'yaverasizlar. Nima edi? 1 taqsim 1 minus q. 1 da 12 plus 44 qo'yasan. Taqsim 3 1 minus 1 taqsim 4. Necha? 44 taqsim 3 taqsim 4. 3 taqsim 4 degani 4 taqsim 3 bo'ladi. 3 ga bo'lib necha bo'ladi? 36 kira. 36 kira 4. 144 bo'ladimi? 36 kira 4. 3 ga bo'laveraylik shuni. Ve mana 3 ga bo'lsa 36 bo'lmaydi-ku. 48 bo'ladi. 48 4 ko'payadi. Ha, 160 32 172 bo'ladi. Ancha ketadi. Tushunarlimi? Tegmasan? Endi 3 burchak bo'lsa-chi, 3 burchak. Bu ham 2 ga bo'linadi. Endi 3 burchak yuzini eng qizig'ichi, siz topishib bilasizlarmi? Yo'q. Hali geometr o'tyapsiz, to'g'rimi? Ana o'rgatib ketaman, qarang. Muntazam 3 burchakni 12 tomoni 12. Yuzi qanday topiladi? Muntazam 3 burchakda hisob qilinadi. Ildiz osti 3 taqsim 4 dan Ha,
A kvadrat ana shu 100 topish bo'lmasi hisoblanadi. Tushundingmi? Muntazam uchun o'rinli. Muntazam. Tushundingmi? Endi shuni qo'yasizlar mana. A o'rnidan hech kelyapti. Muntazam degan nima degan? Muntazam aniq teng degan. 12 uchun ishlaydi. A keyingisi ham qaranglar nima deyapti? Bunda 3 burchak olinyapti. Bu 2 marta kam deyapti asosdan. Bu ham 6, bu ham 6, bu ham 6. Tushunarli? Yana kelyapti. Keyin yana 3 keyin yana 1 hozir ketadi. Ayni qaranglar, birinchi S1 ni topib olaylikchi, 12 bo'lgan topilganchi. 144 bo'ladi, 12 qo'ysang. 4 ga bo'lsak. Yo'q. 144 4 ga bo'lsa. 36. Bu 144 ni 4 ga. 36, to'g'rimi? 36 o'zosh bo'laganmi? Tushundingmi? Ana bu birinchi yuzalaringda bu. Endi ikkinchi yuzalang 6 bo'lgandan hisoblangan. S2. Yo'q. 6 bo'lgan necha bo'ladi? 6 bo'lgan 36, 9 o'zosh bo'ladi. Shundaymi? Mana. Qaranglar, bir-biriga bo'linglar. Quvimiz bir tasib 4 ga ko'payib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bir bor bizga. Bir nima ayting? 36 o'zosh 3. Quv nima ayting? Bir taslim 4. Bir tasib. Naq bormi bizda endi? Formula ko'rasiz. Bir tasib birimiz. Hisoblanglar. Bir-birda o'rniga. 36, 1 ayrilgan Bir ayrilgan bir tasib 4. 3 taslim 4 bo'lyapti. 3 tasib 4. 36 tas 36 ni. Xo'p, shu hisoblasang, necha 4 tasib shu hisoblasizlar? 12 ni 48 ni 3. Tushundingmi? Keyingisi aylana bo'lsa nima qilasiz? Aylana bo'lsa ham birinchi yuzani topib olasizlar, birinchi radiusdagi. Doira. Uzunlik demagan-ku men. Bu doirami, aylanaydi bu. Aylananing Radiusi x ko'p deyapti, radiusi 10 deyapti. o'tsa uning aylana uzunliklari yig'in. Uzunliklari yig'insa uzunliklari. Hammasi. Uzunliklari desa nima qilasizlar? 2 pi. Birinchi 2 pi mana L1 ni hisoblaysizlar. 2 pi ko'paygan birinchi radiusi necha ekan? 10 ekan, 10. 10 pi. 10 qo'yasizmi? 10 pi. Pi kerak emas. 100. Nega 10 pi? 20 pi emas? 20 pi, to'g'rimi? Ikkinchisi, uni yarim bo'ladi-da, 5 bo'laveradi, 5. 5 pi. 5 bo'lganda L2 nima bo'ladi? 10 pi. 10 pi bo'ladi, Bir to'g'rimi? tasib 2. Ketaveradi. Demak, bir nima ayting? Rasmiy. 20 pi emas? Ha, teng bir tasib. Ha, bu teng bir Bu tasib. bir taslim. Endi qo'yaverasizlar. Bir o'rniga 20 pi Taqsim. taqsim 1 minus 1 tasib. Javob 40 pi bo'ladi. To'g'ri. Tushunarli? Shuni solib ketaverasiz. Agar 100 desa 100 ni solib ketaverasiz. Bitta yozib o'yinglar. 104-misol qaranglar qanday berilgan. 104-misolda mana bu x ga o'tgan to'laysiz. Bu. Chunki shart berganda mana x ni modimiz katta birdan. Birdan katta bo'lsa qaranglar, mana 10 tursa kamib ketaveradi. Kvadrat bo'lgan. Tushundingmi? Ammo x ga mana shuni yana pressa formasi qo'yaverasiz. X minus 1 turadi joyida. Mana babirimiz 1 kun Quvimiz nima ayting? 1 minus 1 taqsim x mana shu hisoblaymiz. Uni ko'paytirib tepaga chiqaraveraman. X minus 1 Taslim 2. ko'paygan teskari aylanadi 2 taqsim bu ko'payadi X minus 1. x minus 1 bular qisqarsa javob x o'zi bo'laveradi. Tushunarli? Shundan foydalanamiz. Endi qaranglar. Yaxshi misolga keladi. Mana bu yerda 106 misollar. 106 emas, 107 ni ko'raylikchi. 107 qaranglar. Geometrik progression dastlab 3 ta had yig'indisi, ya'ni S3 5 ga teng. 5 ga teng. Dastlab 6 tasi. Dastlab 6 ta had yig'indisi 630. necha? 630. 630 ga teng. Shu progression marash, bu ham oson ekan. Qaranglar. Buni mana foydalanasizlar, hisob kitob o'zdan qilasizlar. Qaranglar. S3 degani nima degani? S3 degani. B1 plus qani Bir ko'paygan. Ko'paygan qani qilaveradi. U 3 ta ko'pi minus 1 bo'ladi. Taqsim u minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? Shu teng nechiga? 5 ga. Bundachi? Bir ko'paygan. Uni 5 minus 1 taqsim u minus 1. 6 ha, 6. Shu teng nimaga? 630 ga. Qaranglar, buni bunga bo'laverasiz. Babirlar ketadi. Bu ketadi. Nima qoladi? Uni 6 minus 1 taqsim 40 minus 1 teng bo'lsak.
130. 126. 26 Tushundingmi? Endi mana buni 6-chini yo'ysak bo'lar-ku. Quni kubini kvadratiga minus 1 quni kubi plus 1 desa bo'ladimi? Taqsim quni kubi bu yerga ketadimi? Shu deyni ichiga 126 ga. Bak o'tsa 125, quni endi solsam 5. 5. Shuni so'ragan bo'ladi. Tushundingmi? Endi qaranglar. 113. Juda ham chiroyli misol. 113 qaranglar. 3 ta son ayirmasi 5 ga teng bo'lganini belgilaysan ajablar. Demak, bu 5 ga teng ekan. B1, B2, B3 bor ekan. Tushunyapsizlarmi? 3 ta son deyapti. Agar ikkinchi songa 1 ni, ya'ni B2 ga 1 ni qo'shsak deydi u. Uchinchi songa 8 ni qo'shsak, B3 ga 8 ni qo'shsak, geometrik base 3 ta son. Qaranglar, men xato yozibman. Mana bu yerda arifmetik, mana arifmetik progressiyani qilyapti ekan. Ayirmasi debdi, qaranglar. Arifmetik progressiya. Bizda 3 ta son bor ekan, kechagi mol. A1, A2, A3. Ayirmasi. Ya'ni D teng 5 ga teng bo'lgan arifmetik progressiya bor ekan. Tushunyapsizlarmi? Endi qaranglar. A2 ga 1 ni qo'shsang, A2 ga A3 ga 8 ni qo'shsang, A1 ga A1 turaversa, shuni endi geometrik progressiya aylanib qoladi. Ya'ni mana B1 bo'lar ekan. Uchi, B2 bu B3 bo'lib qolganda, tushunyapsizlarmi? Shunga endi nima deyapti? Hosil bo'lgan geometrik progressiyaning mahrajini topib bering. Ya'ni mahraj buni so'rayapti. Bo'ldi, geometrik xossasini foydalanamiz. Qaranglar. Geometrik xossasi nima deydi? A plus 1 taqsim A. B1 da B3 ko'paytmasi B2 ni kvadratga teng. Qaranglar. Yoki arifmetikdan foydalansak ham bo'ladi. Xo'sh, qaysidan foydalansak yaxshiroq? Bizga u kerak, to'g'rimi? Arifmetikdan foydalanaylik. B1. Hay bo'pti, mana qo'yaveramiz. Qaranglar, shu tushga endi. B1 da o'rniga nima qo'yaman? A1. B3 da o'rniga nima qo'yaman? B3. A3 plus 8. A3 plus 8. A3 plus 8. A2 Shu teng A2 plus 1 ning nimasi? Kvadratiga tengmi? Shundan foydalanamiz endi. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Bir ochdan ustas 2A2 bo'lib qoladi. Ko'paytirib oling. Mana buni ko'paytirsak har biriga, Ha, bu ochsak, soddalashmay qoladi shekilli da. So'tilish. Yana bitta xulosa qildik-da, qaranglar. A1imiz teng nimaga edi? B1 gami. A2miz nima edi? A2miz. B2 minus 1 edi emasmi? B2 minus 1. To'g'rimi? A3imiz-chi? B3 minus 8 ga. B3 minus 8 gami. Qaranglar, arifmetik progressiya hosilini qo'yaveraylik shuni hozir. Kvadrat bo'lib ketyapti-ku bu geometrik. A1 ga A3 qo'shganim, ikkita A2 degan emasmidi? Shuni bugun qo'yaveradi. Yoki bunday qilsak ham bo'ladi. Qaranglar mana. A2 dan A1 da esa nima chiqadi? U chiqadi-da, u. To'g'ri. D chiqadi-da. Bundan bunday esa D-ku, D-ku. D5 ga. D5 ga deb qo'yib shuni. Bundan bunday ayiraman mana. B1 dan B2. B1 minus 1 dan ayiraman. Yo'q, B2 minus bundan ayiraman. Mana shunday bo'ladi. Tushundingmi? Mana buni emasdan bundan ayirgan. Endi ikkinchisi, bundan buni ayirsaman 5 ga teng, to'g'rimi? Bani olib ketsin. Mana qo'ydim. Qaysimda? B2 minus 1 mana bu. Endi qaranglar. Bundan buni ayirsaman shu-ku, to'g'rimi? Bundan buni ayringlar, yana 5 ku, to'g'rimi? Bundan buni ayirganimiz. B3 ayirgan 8 dan ayiraman. B2 plus 1 bo'ladi. Plus 1 bo'ladi. Endi shu ikkovini sistema ishlasak bo'lmaymi? Bo'ladi. Buni bu yerga o'tib yozaman, qaranglar. B2 ayirgan B1 shu teng nimaga? Qo'shib o'tsin. B2 Bunisi-chi? B3 ayrilgan B2miz teng. Bu ikkovi hisoblasak -7.
Buyoqqa o'tgandan keyin. Buyoqqa o'tib 12 bo'ladi. 12. Tushundingmi? Endi mana shu ikkovidan qaranglar. Mana yo'yib beraman. B1 kara bu minus B1, to'g'rimi? Shu teng nimaga? 6 ga. Bu ikkovidan ham yo'yib beraman. B1 ko'paygan. Xun kvadrati Minus B1 kara bu shu teng 12. Qo'shvaringiz. Qo'shmaymiz. Qaranglar, ikkovidan ham B1 chiqarib olaman. B1 chiqarsam nima bo'ladi? Qo'y minus Bu minus. B1 chiqarsam Q minus 1. Shu teng nechiga? 6 ga. Keyingisidan B1 chiqarib olaman. Q kvadrat Bu kvadrat minus Q. Q'ni o'zidan Q bo'ladi. Shu teng Buni nechiga? ham chiqaraveramiz. Endi bo'layveraman bir-biriga. Buni ham Bundan buni bo'linglar. Qilib turaversin, Buni chiqaraveramiz. Q minus 1 taqsim yana Q minus 1 bo'lar ekan. Q minus 1. Teng 2 ga. Mana 2 ga ketami? Q teng Bu teng 2 ga. Bizda shu so'ragan. Q. Shundan armit biraysan asosida foydalanamiz. Yozib olamiz. Ha. Qaranglar endi 120. 120 da naborot endi hozirgi teskarisi, ya'ni B1, B2, B3 dan so'ng geometrik pozitsiya tashkil qiladi. Mahraj kimga tengyapti? Minus 2 ga tengyapti. Tushunasizlarmi? Minus 2 tashkil qiladi. Endi agar ikkinchi songa 18 qo'shsanglar, mana bu 18 qo'shsanglar. Tushundingmi? Armit biraysa hozir bo'lib qoladi. Ya'ni mana A1imiz teng ekan B1 ga. A2imiz teng ekan. B2 plus 18 ga. A3imiz teng ekan B3 ga. To'g'rimi? Mana shu tashkil qiladi. Savol nima deyapti? Savol. 120 da. Agar ikkinchi songa 18 qo'shsangiz armit biraysa tashkil bo'ladi. Hosil bo'yi armit biraysa hadlarini toping. Hadlarini toping, hadlarini. Ya'ni A1, A2, A3 so'rayapti sizdan. Tushunarlimi? Demak, A1, A2, A3 so'rasa biz bu uchun nima qilishimiz kerak? Qaysi minus 2 qo'yamiz? Q'ga qo'yish kerak. Endi hisoblasak qaranglar. Buni ham armit biraysa asosida foydalanamiz. A1 ga A3'ni qo'shsak. A3 qo'shsak 2A2. endi qo'yaveramiz o'rniga. A1 o'rniga Beraver. B2 bil. Bunga. Bunga B2 bil 18. 2 ko'paygan. 2 B. Va 2 plus 18 yozing. Bu 2 plus 18 to'g'rimi? To'g'ri. Hamma 2 B2 bo'lib ketadi yani. Qaysi? Ya bu boshqa narsa. Yo'q, bu boshqa narsa. Endi qaranglar, yig'indagi bu ko'paytirgan bo'ladi. Bu maydonlaymiz qaranglar. B1 ko'paygan qo'ling kvadrat. Tushundingmi? Va 2 ni ko'paytiraveramiz. 2 mana bunday maydonlayveramiz. B1 kara Q plus 36 ga yo'l. Hamma qullar o'rniga son bor qo'yaveramiz. B1 plus buni kvadrati, bu mana kvadrat. 4 ta B1 bo'ladi. Teng. Buni o'rniga minus 4 ta B1. minus 4 ta B1 Minus 30. plus 36. Bu yoqda 9 B1. Xo'sh, 5 ta edi, bu qo'shib o'tsa 9 B1 bo'ladi. Shu teng 36 ga. B1 nima teng bo'ladi? 4. Endi o'sha B1 topib oldikmi? Endi nima topib olishimiz kerak? Xo'sh, bizadan B1 bor-ku, bu bor, o'rniga qo'yishaverasiz mana. B1 ga teng ekan bu. Bu 4 ga teng ekan. A1 nima teng ekan? 4 ga. O'shani so'ragan. Endi mana B1 kara nima degani? Q degani. B1 o'rniga 4 qo'yaman, Q o'rniga minus 2 bo'lyapti. 10. jami 10 bo'ladi. Minus 8 bo'ladi. O'g'irlik qara. B1 kara Q bo'lyapti-ku. B1 ga 4 qo'ydim. Q o'rniga minus 2 qo'ydim. Nega bo'lsa minus 8 bo'ladi. Minus 8 ga 18 qo'shsang, Bu men armiyga qo'shib olibman. tushunarli? Endi B3 nima bo'ladi? Buni o'rniga. B3 degani B1 kara Q'ning kvadrati degani. B1imiz ham 4, bu 16 bo'lgan. Shundan hadlari nima bo'lgan ekan? 4, 10, 16 bo'lgan. Tushunarli? Savol bormi? Yo'q. Yozib oynab tugatib kelasizlar. Tushunmaganlarni yana ko'rib chiqamiz.